Assalomu alaykum. Ekraningizda ko'rib turgan bu to'plam Faberlic Home seriyasidan Sehrli lahzalar nomida ishlab chiqarilgan to'plam hisoblanadi. Mazkur to'plamda uy uchun maxsus vositalar mavjud. Qo'limdagi mazkur havoni musaffolashtiruvchi sprey 250 ml hajmda. Buni o'ziga xos jihatlari nimadan iborat? Bularning barchasi mahsulotlar halol sertifikatiga ega. Sprey o'z tarkibida karamel va gullarning nafis iforini jamlagan va sizga bayramona kayfiyat taqdim etadi. Havoni musaffolashtirish, yoqimsiz hidlardan, o'tkir hidlardan tozalash bilan birgalikda havo tarkibidagi chang zarralarini, tolalarni o'zi bilan birgalikda pastga olib tushadi, ya'ni cho'ktiradi. Natijada havo allergen zarralardan tozalanadi. Tarkibda yorug'lik muddati tugagunga qadar bakteriyalarga qarshi effektni saqlab turadi, ya'ni antibakterial. Bu aynan sprey shaklda. Mana bu yeridan ochib, yopib ishlatish mumkin. Shu yerga e'tibor berishingizni so'rab qolardim. Keyingisi, demak, mazkur konditsioner. Qo'limdagi maxsus konditsioner aynan kir yuvish uchun mo'ljallangan. Siz bundan qanday foydalanasiz? Demak, o'rtacha 30 ta yuvish uchun mo'ljallangan. Buning dozirovkasi bor. Demak, kir mashinasida va qo'lda yuvganda qancha suvga qancha miqdorda, demak, bu konditsioner suyuqligidan solish kerak. Mana shu bo'yicha ma'lumot berib o'tilyapti. Aynan bu suyuqlik 500 ml hajmda berilgan. Buni aynan kirlarga, matolarga bevosita ta'sir qilishdan saqlanish kerak. Buni ishlatish uchun agar siz qo'lda yuvayotgan bo'lsangiz, oxirgi chayish vaqtida dozirovka qopqog'i bilan, buni qopqoqchasi bor. Oqish sutsimon suyuqlik bo'ladi. Mana shu dozirovka qopqog'ida olib, suvga birinchi qo'shib, yaxshilab aralashtirib olasiz va 3 daqiqa davomida mazkur aralashmaga kiyimlarni, matolarni, choyshablarni ivitib qo'yasiz va shundan so'ng siqib olib quritishga qo'yishingiz mumkin yoki yoyishingiz mumkin. Buni vazifasi nimadan iborat? Konditsionerni 3 ta vazifasi bor. Mazkur konditsionerning birinchi vazifasi bu albatta matolarni xushbo'ylashtirish va yumshatishdan iborat. Eng o'tkir hidlarni ham konditsioner bartaraf etadi. Matolar ancha yumshab qoladi va qiyin dazmollanadigan matolar ham osongina dazmollanadigan, tekislanishga moyil bo'lib qoladi. Keyingisi, boshqa konditsionerlarga o'xshab mazkur konditsioner kiyimlarni, poralarni, ya'ni kichik teshikchalarni, to'qima teshikchalarni yopib tashlamaydi va buning natijasida mato o'zini havo o'tkazish xususiyatini saqlab qoladi. Natijada mato tozalangan, xushbo'ylangan, yumshoq havo o'tkazadigan bo'ladi. Idishda foydalanish uchun barcha kerakli ma'lumotlar berib o'tilgan. Mana berilyapti.
Hidi juda ham yengil gullarning aromatini va vanil, karamelni iforini o'zida birlashtirgan. Uncha-muncha nozik did egalariga mazkur seriya mahsuloti mos keladi deb o'ylayman. Faberlic Home seriyasida mazkur sovun suyuq sovun hisoblanadi. Aynan bu oshxona sovuni, oshxona uchun mo'ljallangan sovun. 5 tasi birda, ya'ni 5 ta vazifani bajaradi. Mazkur suyuq sovun oshxonadagi, demak, qo'llarimiz bilan turli xildagi meva, sabzavotlarni, piyoz kabilarni archganimizda, to'g'raganimizda kelib qoladigan turli xildagi noxush hidlarni qo'limizdan tezlikda bartaraf etadi. Hidlarni shunchaki bostirmaydi, yashirmaydi, balki ularni molekulalarini yo'q qiladi, ichkaridan tozalab beradi. Keyingisi, bu aynan qo'llar uchun emas. Qo'llar bilan birgalikda siz oshxonadagi jihozlarni, stol ustini, rakovinani, taxtakachlarni, o'qlov, pichoq kabilarni tozalashingiz mumkin bo'ladi. Ulardagi yog', kir, yomon, yoqimsiz hidlarni ham tezlikda bartaraf etib beradi. Keyingi foydali tomoni, bu bezarar hisoblanadi. Aynan qo'llar terisini quritib tashlamaydi, yo'rilishiga qarshi turadi va pH darajasini me'yorda ushlab beradi. pH nima? pH bu muhitni darajasi hisoblanadi, ya'ni kislotalik va ishqoriy muhit o'rtasida muhitni me'yorligini ta'minlab beradi. Mana shu aynan sovunimiz 250-300 ml atrofida chiqadi. Artikulini ham ko'rib turibsiz. Umumiy tarkibi haqida ma'lumotlar beriladi. 30% dan ortiq suv tarkibi va qo'shimcha o'simliklardan olingan ekstraktlar ham qo'shilgan. Bularning barchasi Faberlic Home seriyasi sehrli lahzalar to'plamidan ishlab chiqarilgan va demak, bir xil yoqimli ifor, karamel va vanilni, yengil gullarning iforini o'zida jamlab turadi. Foydalanish uchun juda ham qulay va aynan sovg'aga ham juda ham mos. Yana bu to'plamda qo'shimcha sifatida siz choyshablar uchun maxsus to'plamni va idishlarni yuvadigan maxsus to'plamni ham ko'rishingiz mumkin. Idishlarni yuvadigan to'plam aynan mana shunga o'xshash idishda ishlab chiqarilgan bo'ladi. U qo'llarni quritib yubormaydi. Qo'llar terisini muhofaza qilish, idishlarni hattoki sovuq suvda ham yaxshi yuvishga, yog', dog', kirlarni ketkazishga yordam beradi. Va aynan mazkur to'plamning idish yuvish uchun maxsus geli 0+, ya'ni 0 yoshdan kichkina bolachalarni idishlarini ham yuvishga mo'ljallangan. Agar sizga bu to'plam manzur kelgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Kanalga a'zo bo'ling. Xarid yoki Faberlicda ishlash imkoniyatlaridan bahramand bo'lish uchun bemalol bog'lanishingiz va savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.